Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz ashaddiy mehmonlari sizlar bilan esa men Oybek Abubakir. Akalar, kanalimizga xush kelibsizlar. Anchadan buyon ko'p aka-ukalarimiz ozroq bilet qiling, bitta masshtabli o'yin bo'lsin, maza qilaylik degan muxlislarimizga. Bugungi o'yinimizda esa akalar, Telegram kanalimizda apros qilganmiz, ya'ni Mercedes GT AMG bo'lsinmi yoki bo'lmasa BMW X7 M paket bo'lsinmi deb aprosimizda esa 200 taga BMW X7'miz g'olib chiqdi. Avvalambor har biringlarga ishonch uchun, poddeshka uchun kattakon rahmat demoqchiman. Shunchalik qo'llab-quvvatlab poddeshka qilib kelyapsizlar akalar. Moshni gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlarim, bo'lmasam bugungi o'yinimizda atiga 590 dona ishtirokchimiz ishtirok etyapti. 590 ta priz. Glavnisi ko'rib turganinglar, X7 qo'yishga qaror qildik. Ya'ni 2020-yil M paketda. 3 litrlik dizel 8 tubkalik avtomat korobkada bo'lib, endi xrustalniy переключительlarni ko'rsangiz rohat qilasiz. Qop-qora svet, qop-qora salon, chorniy podolog alkantarida har bir akamiz suygandek mana bu lazer faralarni ko'ryapsizmi? Mana bu linzaviy faralariga nima deysiz-akalar? Kim yutsa oshi bo'lsin, do'stlarim. Avvalambor bugun esa do'stlarim, tavallud kunim ro'porosi 5 yil oldin chiqib sizlar bilan birgalikda YouTube'larda, tarmoqlarda mana shu faoliyatimizni boshlagandik 5 yil bo'libdi akalar. Ko'zni yumib ochguncha qaranglar, 5 yil o'tib ketdi do'stlarim. Avvalambor sizlarga ishonch uchun, poddeshka uchun kattakon rahmat demoqchimiz, qo'llab-quvvatlab kelib turgan aka-ukalarimizga. Men o'ylayman, Mercedes muxlislari bu safar xafa bo'lishmasa kerak, chunki ikkala mashinamiz ham ideal holatda. Bir joyda kraskasi yo'q do'stlarim. Kim yutadi, oshi bo'lsin. Endi esa do'stlarim, 590 ta prizdan qandoq pul prizlari bor deganlarga $10,000, $5,000, $3,000, $2,000, 5 ta $1,000, 5 ta $500 va 50 ta $300 pul prizimiz bo'lyapti akalar. 65 ta katta prizimiz bor bu o'yinimizda. 590 dona ishtirokchi ishtirok etyapti. Har bir aka-ukamizga kelasi 1000 rubllik o'yinimizdan bittadan podarishni bilet beramiz. Ya'ni hech kim yutqazmaydi akalar. Bu o'yinimizda yutish imkoniyati juda ham grandiozli. Chipta bahosi esa 20,000 rubl. Akalar, kartalarimiz o'zgaryapti. Shu munosabat bilan bitta nomer telefonga hozirda karta ham, WhatsApp ham ulab qo'yganmiz. Agar nomer telefon orqali o'tmasa, karta raqami orqali harakat qilib ko'rasizlar. Do'stlarim, bu mashinaga endi ikki og'iz ta'rif berib o'tib ketsam, 22 разный широкий diskida, тройной panoramada, alkantara, проекция лобовое стекло, 360 gradus по кругу kamera, удержание полосы, ya'ni power winking muzikalar, podsvetkalar bilan eng krutoyi X7larning ichida imенно ana shu komplektatsiyasi bo'ladi. Yili esa 2020-yil, bir qo'l minilgan mashina akalar. Kim yutadi? Yelkasida men o'ylayman, eng katta tashvishi bu tochni og'dariladi akalar. Shuning uchun riskovatni qilib, o'z omadingizni sinab ko'rasiz. Qurbi yetmagan aka-ukalarimizga tavsiya qilamizki, 2 kishi 10,000 dan yoki 4 kishi 5,000 dan tashlab ishtirok etishinglarni. Chunki 20,000 rubl hozirgi kunda kichkina pul emas, shuning uchun yaxshilab o'ylab, oilaviy aka-ukalarimiz maslahatlashib bitta risk qilasiz, chunki 590 dona bor yo'g'i ishtirokchi akalar. Tasavvur qiling, 65 ta katta priz, 9 ta insondan bir kishi tochni g'olib bo'ladi. Har 9 ta insondan bir kishi katta prizlik bo'ladi akalar. Har biringlarga avvalambor omad yor bo'lsin, omadinglarni bersin. Startni berdik do'stlarim. Bosamiz endi.